Geofizika 62 maktabda oldidan 9 sotixlik hovlimiz sotuvga chiqyapti. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli o'zbekistonlik sotib boruvchilar. Kirganimizda katta darvozaxonamiz, bemalol 4-5 ta mashina sig'adi, подрядчикка bo'lgan. To'rdan yangi imorat qurilgan. Hol, katta mehmonxona va 3 ta yotoqxona, ichida sanuzeli bilan bo'lyapti. Burchagimizda yana qo'shimcha hovlichasi bor. O'sha yerda oshxona, общий sanuzel, bu yerda 2 ta xona va mana bu yerda bitta mehmonxona, yana bitta xonamiz bor. Bu tepadagi mehmonxonamiz podmalyarka tayyorlab qo'yilgan, patologlari polnisi urilgan. Bu yerda 2 ta tayyor xonamiz bor va mana bu yerda yana bitta maydaroq yotoqxonamiz ham mavjud. Mini mehmonxona hozircha. Bu yerda esa katta oshxonamiz, mana bu burchakda esa maydagina hovlichasi mavjud. Xo'p, bu to'rdagi imoratimiz katta xona. Xohlasangiz oshxona qilsangiz ham bo'ladi. O'rtada katta hol, bu yerda bitta maydaroq yotoqxona. Bu yerda esa kattalar uchun yotoqxona, ichida sanuzeli bilan va mana bu yerda esa katta mehmonxona uchun joy tashab ketilgan. Polnisi pishig'ishdan bo'lgan. Bu hovlimiz 9 sotuq, 8 ta xonadan iborat. Samarqand shahar Bog'i maydonida joylashgan 62-maktabda oldida. Narxini 220 ming deyapmiz. Yana savdosi bor. Kimga agar shu hududdan hovli izlab yurgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. E'tiborga rahmat, xayr, salomat bo'linglar.